Assalomu alaykum aziz muxlis. Putin Ukrainada tashqi boshqaruv joriy etishni taklif qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainada BMT va bir nechta davlatlar homiyligida vaqtinchalik boshqaruvni joriy etish masalasini muhokama qilishni taklif qildi. Putinning so'zlariga ko'ra, saylovlar o'tkazilgandan keyin tinchlik shartnomasi bo'yicha muzokaralar boshlanishi mumkin. BMT xodimligida Qo'shma Shtatlar bilan, hatto Yevropa davlatlari bilan, albatta bizning hamkorlarimiz va do'stlarimiz bilan Ukrainaga vaqtinchalik boshqaruv joriy etish imkoniyatini muhokama qilishimiz mumkin. Demokratik saylovlar o'tkazish xalq ishonchiga ega bo'lgan ishga layoqatli hukumatni hokimiyatga olib kelish uchun, deydi Putin. Putin shuningdek ilgari ham Sharqiy Timor, Yangi Gvineya va sobiq Yugoslaviyaning ayrim hududlarida BMT homiyligida tashqi boshqaruv joriy etilgan holatlar bo'lganini eslatib o'tgan. Bu faqat bitta variant. Men boshqa variantlar yo'q deb aytyapman. Vaziyat tez o'zgarib bormoqda, deb qo'shimcha qildi Vladimir Putin.